Giyohvandlik vositalari uni iste'mol qilgan inson hayotini butkul o'zgartirib, bevaqt o'limga, jamiyat uchun esa tuzatib bo'lmas salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bu holatlarni oldini olish borasida yurtimizda huquq-tartibot idoralari tomonidan keskin kurash olib borilmoqda. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxs Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan 896 gram gashish giyohvandlik vositasini kelgusida xaridorga sotish uchun Denov tumani hududidagi xufiya joyga yashirish maqsadida olib borayotgan vaqtida qo'lga olindi. Nimaligini o'zi ko'ramiz. O'tkir, turli jigarrangli giyohvandlik moddasi. Ushbu giyohvandlik moddasini kelgusida tekshirib ko'rish maqsadida xolislashtirish olamiz. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda yashirib qo'yilgan 2 kilogramm 260 gram opiy moddasi ham tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Xizmatning Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi bojxona va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Namangan shahrida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro boshqaruvidagi avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda uning salon qismida 2 kilogramm 990 gram gashish moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, Qirg'iz Respublikasi fuqarosi tomonidan aylanma yo'llar orqali Yangiqo'rg'on tumani hududiga o'tkazib berilgan mazkur giyohvandlik vositasi Namangan shahrida sotilishi rejalashtirilgan. Farg'ona viloyatida kuzatilgan holatda esa Marg'ilon shahrida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan va Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro o'zaro jinoiy til biriktirib, Tojikistondan olib kelingan 487 gram gashish moddasini 5000 AQSh dollarga sotgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, Toshloq tumanilik fuqaroning yashash xonadonidan 599 gram gashish moddasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, mazkur shaxslar muqaddam bir necha marotaba sudlangan bo'lishlariga qaramasdan o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarmagan. Bu kabi qonun buzilish holati Samarqand viloyatida ham qayd etilib, xususan Urgut tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun bir necha marotaba sudlangan shaxs Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan 982 gram opiy moddasini o'zining jinoiy sherigi bo'lgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro bilan birga xaridorga 8000 AQSh dollariga sotgan vaqtlarida ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.